Salam ekran aldiki qadirli tordaşlar. Tarım Navası programmasi arqılıq yeni sizlərə xidmətdə bolğanlığımdan tolımı xoşalman. Mən proqram riyasətçisi Mayra Qurban. Körüp atqınanlar Şinjan Könək Pən Texnik Çeklik Şirketi, Körgün Media İşxanası tarqatqan Şinjan Saray Yemək İçmək Mülazimət Çeklik Şirketi tajdarlığıdakı Tarım Navası programmasi. Programımızın bu alayı sanıq təklif qılğan əziz mehmanımız bolsa, Aqsu vilayətlik Tarım Naqsul Ömükünün naqşçısı, musiqi icadiyetçisi Muzaffar Ahmed. Muzaffar programımıza xoş gəlibsiz. Yaxşımısınız Mayra? Muzaffar, söhbətimizi başlaşdan burun şu ekran aldiki dostlarımızga özünüzün salımını bir yolu ötəmsiz. Yaxşımısınızlar? Ekran aldırki barlıq görürmənlər, akadilə, dostlar, həmmalarına müşahtanlar xeyirlik olsun. Həmin Muzaffar Ahmed'dən həmmalarına otu salamlar olsun. Rəhmət. Muzaffar, siz şu naqşı musiqaga kiçikliğinizdən başlap qızğıtkensiniz şunu. Doğru. Şu qiziqishiniz tüpayli özünüzün arzu armanını ro'yobga chiqarish uchun naytibek qidirqinib, izlanib, oxiri shu san'at sohasida o'zingizning bir kishilik to'kisini qo'shib o'tibsiz. Undaq bo'lsa, shu jarayonlaringizni do'stlarimiz bilan bir o'rtoqlashib o'tsak bo'ladimi? Bo'ldi. Deganimizdek, men kichigimdan qiziqatganman shu kasbga. Chunki uyamdagi cho'nglarning ta'siri bek bo'pti-ku bunga. Esimni bilsam, dadam gitar çaldı ekan to'q. Apam naqshini bek chiroyli qo'yib o'tgan to'q. Shularning ta'siridan mening kichik vaqtim dadam opamning dal yosh vaqtlarida ularning do'stlari bo'ldi, do'stlarim yosh. To'g'ri. Ularning do'stlarim shunday yerisman naqsh musiqaga. Bir aka salam paranglarni qilishib, onadagi naqsh aytishib, usul o'ynashib, men kichigimdan shu holatni jiq ko'rgan bo'lg'achqa gitar qiziqatdim. Naqshim qiziqat ekanman. Kichigimdan Abdulla akamlarninki, yuksak shijoat akamlarninki naqshlarini anglab men cho'ng bo'lsam shundan naqshchi bo'laman deb ashta orzuyim bor ekan to'q. Keyin maktab kirdik, o'qidik. To'liqsizlar vaqtlarda gitar qo'ygan qiziqishim texnik kuchayib, shu vaqtdagi Afantiyo'dagi Mardan akamlarning naqshlarini o'rganib gitarda. Hisobda 10 yildan ortiq gitar chalib shuni davomlashtirgan bo'ldim. To'liq o'tirib bitirib bo'lib, mushu kasbga qiziqqanligim tufaylidan uydagilar azroq boshqa kasb o'qib boqamsa bo'lam, aniq boqamsa, maniq boqamsa degan bo'ldi. Lekin zadim mush kasbda bir qig'im bor ekan mening. Shuni to'liq o'tirib bitirib oliy maktabga, ya'ni shu mush kasb bo'yicha Şinjan San'at institutining musiqa ilmiy kasbiga qabul qilinib, şu yerda to'liq kursni nayt o'ngishliq tamomlab, egalligidek bilimning hammasini tirishib egallab, o'qish bitgandan keyin yurtga qaytib keldim, qaytib kelib bilan shu imtihon berib, xizmatga o'rlashgan paytda hozirgacha Aqsu viloyatiga naqshchilikka kirib ishladim. Hozirgacha izchil shu xizmat o'rnimda kasbiy naqshchi, andan keyin musiqa ijodiyati, kompozitorlik shu ishlar bilan shug'ullanyapman. İşleş jarayonida 2018-yili shu idora rahbarligining, yuqoridagi rahbarlarning qo'llab quvvatlashi bilan Xi'an musiqa institutining ommabop hozirgi zamon musiqa kasbi ham hozirgi zamon bo'yicha naqsh aytish, ommabop naqsh aytish kasbi bo'yicha bilim oshig'ildim. Yenib kelib u yerdagi his qilganlarimni, o'zimdagi taraqqiyotlarni, o'zimdagi yangidan bilib olgan narsalarni noyatda ko'rinarlik bo'ldi deb o'ylayman. Yenib kelib davomliq shu idoradagi xizmatim uchun, o'zimning kasbi uchun to'xtamay vaqtimni, zehnimni, kuch-quvvatimni shuni sarf qilyapman. Muzaffar, siz shu Xi'an musiqa institutiga berib bilim oshiribsiz shunaqo. Sizga shunday yaxshi fursatlarni yaratib berishda sizni shu parda qistirib qo'llayotganlar bormi deyman. Deganingiz to'g'ri. Masalan, bunda fursat jiq kelmaydi, hammadan kelavermaydi. Shunday bir o'qiydigan, shunday yaxshi fursat bor degan xabarni oldik. İdora rahbarligi oldi bilan meni o'ylashib, bu bir idora kelgan yangi yosh shuni bir tarbiyalayli, o'qitib boqaylik, cho'qim bizga kuch beraylik deb eng oldi bilan menga ishongach, shu sanni, shu fursatni menga bergan bo'ldi. Men azroq dastlabda dilg'ul bo'lib o'zim. Masalan, oila, xizmat, cho'nglar, yomon jiq o'ylash, xiyollarida sal dilg'ul bo'lib qolgandan keyin idora rahbarligi yana bir qatam sen men fursatni qo'ldan bermagin. Bir o'qib kelsang sen boshqacha bo'lasan. O bu degandan keyin kallamdan o'tib
cho'nglarga o'rgatadigan bo'ldim. Xotirjam bag'in. Mayli kishilarning hammasiga o'zimiz bor. Sen o'qishing yaxshi o'qigin. Deb shu har jihatdan qo'llash. Masalan, idora rahbarligi, shu vaqtdagi To'g'ri. o'mak boshlig'i, sekretar, oilamdagi cho'nglar, oilamdagilar hammalar qo'llagan bo'ldi. Shu qo'llash bo'lganligidan men berib o'qigan bo'ldim. Berib o'qigan ekanman, cho'qim bir narsa o'rganib kelay deganni o'ylab, haqiqatan bag'andan keyingi vaqtlarim asosan shu yerdagi o'rganish bilan bo'ldi. O'zimning ma'lumlar bilan har doktor nəhayət bilimli xalqaralıq ma'lumlar var. Jiq suhbat bo'lib, shular bilan jiq o'rtoqlashib kasb jihatdan shu bag'inimning o'zimga bak zo'r foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Kelgandan keyin mendagi taraqqiyot, mendagi tunish bilishim yuqori bo'ldi. O'zimning kasbini, oilamni, idoradagi xizmatimni, barliq ishlarimni texmi shunday yaxshi, chiroyli bir taraf qilib olg'imga oldim. Mush fursatdan foydalanib, shu vaqt meni qo'llagan, siz bayatlangan Parda Aqsi To'g'an idora rahbarligi, cho'nglar, oilamdagilarning hammasiga cho'nqur rahmatimni bildiraman. To'g'ri. Bizning bir gap bor. Suv ichganda quduq qaziq uchun unutmasligimiz kerak deb. To'g'ri. Cho'qim mushtaq bir ishkir o'tlay berib, bilim oshirib, yaxshi bir natijaga erishganda cho'qim bizni qo'llaganlarni, yaqinda yordamda bo'lganlarni unutib qolsak bo'lmaydi, shunaqku. To'g'ri. Muzaffar undaq bo'lsa programmamiz quruq kelmadingiz-ku deyman. Yo'q, quruq kelmadim. Qanday bir ko'ngil so'g'ingiz yeb kelgansiz? Yomon tatliq naqshidan birini o'qib bergim kelyotdi. Yaqinda taqib bir oycha bo'ldi, bir oydan oshdi tarqatilgan bir naqsham bor. Ayt chiroyli, muhabbatli kuy, xumaring bo'lay. Shu naqshamni sizlarga o'qib berdim. Xo'sh, shunday bo'lsa ekran oldidagi do'stlar, to'rdoshlar, Muzaffarninki muhabbatli kuylaridan hammamizdan huzurlanaylik. Senin gözlerin çolpanga okşaydı, senin sözlerin aselge okşaydı. Koş yürekler goya sen bilen bana okşaydı. Senin gözlerin çolpanga okşaydı, senin sözlerin aselge okşaydı. Koş yürekler goya sen bilen bana okşaydı. Men senin xumarın bulayım, birdim bir emrayın bulayım. Beğindiki etirgin bulayım, hiçe çırağın bulayım. Hayatın menası bulayım. Men senin xumarın bulayım, birdim bir emrayın bulayım. Beğindiki etirgin bulayım, hiçe çırağın bulayım. Hayatın menası bulayım. Yana seni bugün görgüm kelidi, kolum tutup kolumga mangum kelidi. Asta asta üstün vakitla kesip kayta gelmeydi. Yana seni bugün görgüm kelidi, kolum tutup kolum mangum kelidi. Asta asta üstün vakitla kesip gelmeydi. Men senin xumarın bulayım, birdim bir emrayın bulayım. Beğindiki etirgin bulayım, hiçe çırağın bulayım. Hayatın menası bulayım. Men senin xumarın bulayım, birdim bir emrayın bulayım. Beğindiki etirgin bulayım, hiçe çırağın bulayım. Hayatın menası
hayatın manası bulay. Tolumu güzel bo'lgan bir naqshni olib kelibsiz. Tolumu hozirlandik. Rahmat sizga. Rahmat. Sizlarga ekran oldidagi ko'rmanlarga yaragan bo'lsa, men shundan razı. Muzaffar, siz müştaqcha nurg'ulg'an sahnalarda o'yin qo'yib o'zingizning belgili talantini namoyon qilib keldingiz shundaqo. Bizning shu Tarım Navosi programmamiz gerçi bir kichik bir sahna bo'lsa-mu, lekin nurg'ulg'an hozir shu tunilayotgan yosh naqshchilarimiz uchun yaxshi bir sahna deb o'ylayman. Ba'zilarga sahnaga chiqish fursati bo'ldi, yana ba'zilarga bunday sahnaga chiqish fursati bo'lmaydi. Bizning shu Tarım Navosi programmamiz ana shundaq sahnaga muhtoj shu yoshlarimiz uchun yaxshi bir sahna bo'ldi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, sizniki shu bizning Tarım Navosi programmamiz qanday bir taklif fikrlaringiz bor? Bundan keyin mundaqroq bo'lsa, yaxshi bo'pti ekan deydigan yaxshi taklif fikrlaringiz bo'lsa, biz ham qabul qilamiz. Shu yoqda bizga azroq bir taklif fikr bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Bayatım birga qildingiz. Men masanani kichik sahna deb ko'rmadim. Men ko'nglimda o'ylayman, sahnaning cho'ngi kichigi bo'lmaydi. Men bek yoqtirdim masanani. Gerçi vaqti bek qisqa bo'lsa-mu, azroqlam parang uning kendikin chiroyli asar bek yaxshi bir sahna bo'libdi mavjud. Bek tetimliq, bek joydilam. Ey, ajab tiz tugab ketdimi yo bir azroq yana bo'lgan bo'lsa deydi g'ayri vakil. Mush fursatda foydalanib bizga atrofda kasbdosh do'stlarga, qurdoshlarga shunday sahnani hozirlab bergan shu Tarım Navosi uyushmasidagi siz atrofdagi parda oqisidagi barliq xizmatchilarga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Ham deydigan birli talabim to'xtab qolmagan bo'lsanglar. Bo'ldi. Biz ham atrofdagilar ko'rishib turgan bo'lsak deydigan shu birlam talabim bor. Bizning orzuyimiz mana shu Tarım Navosi programmamizning bundan keyin o'zlab qolmay, texmi yangilanib, texmi rangdor chiqishi uchun mana shu sizlarga o'xshash qo'llovchilarimizdan yordamdan ayrilib qarasak bo'lmaydi deb o'ylayman. Bundan keyin sizlar bizni yaqindan qo'llab, yaxshi taklif fikrlarni berishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Qadrli do'stlar, vaqt e'tibori bilan Tarım Navosi programmamizning bu sonini shu yerda oxirlashtirish oldida turibdimiz. Ekran oldidagi do'stlarimizning Tarım Navosi programmamizni yoqtirib ko'rishni va shundaqla bizga qimmatli taklif fikrlarni berishni chin dilimizdan umid qilamiz. Va endi shundaqla programmamizga qatnashmoqchi bo'lgan do'stlarimizni qizg'in qarshi olamiz. Men sizlarni Tarım Navosi programmasida saqlayman. Kelarki sondagi programmalarimiz texmi rangdor, texmi sarxil. Kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.